Demak, ruslar Napoleon ustidan g'alaba qozonishda General Moroz, ya'ni sovuq iqlim yordam bergan deyilsa, bu hozir ham yorqin obraz ham emas. Rossiya har doim ayniqsa sovuq bo'lgan, ammo o'sha paytda sayyorada ham o'rtacha 1,5 daraja sovuqroq bo'lgan. 1,5 daraja yuqori ertaga pastroq, umuman tashqarida issiqroq, sovuqroq ahamiyati yo'q. 1,5 daraja-ku. Lekin men shahar harorati haqida emas, butun sayyora harorati haqida gapiryapman. Bu ulkan sharni 1,5 gradusga qizdirish uchun juda katta miqdorda energiya kerak. Ikkinchisi ham bor. Deyarli barcha issiqlik bizga koinotdan keladi va yana koinotga qaytadi. Bu 1,5 daraja esa bu energiyaning katta qismi endi koinotga keta olmasligini, balki yer atmosferasida aylanib siz bilan bizning iqlimimizni larzaga keltirishni anglatadi. Qanday qilib larzaga keltiradi? Masalan, bo'ronlarni kuchaytiradi, har bir issiq darajasi bilan ulardagi shamol tezligi 5% ga oshadi. Shuning uchun olimlar bizning tariximizda hali bo'lmagan o'ta kuchli bo'ronlarning yangi toifasini joriy etishni taklif qilmoqdalar. Birinchi toifadagi dovul tomlardan cherepitsalarni uchirib yuboradi, treylerlarni ag'daradi va zaif daraxtlarni sindiradi. Ikkinchi toifa uylarning yon devorlarini ko'chirib tashlaydi va deraza oynalarini parchalab yuboradi. Uchinchi toifadagi bo'ron eshiklarini uchiradi va garaj darvozalarini buzadi. To'rtinchisi esa ko'plab daraxtlar va uylarning qoplamalariga shikast yetkazadi. Nihoyat shamol tezligi 250 km/soat dan yuqori bo'lgan 5-toifadagi dovul beton uylardan tashqari deyarli barcha uylarni vayron qiladi. Bu tasnif bizga kamlik qildi. Axir 2015-yilda Patricia to'foni bir sutkada 1-toifadan 5-toifaga o'tdi. Keyin esa undan ham oshib ketdi. Meksika qirg'oqlarida shamolning tezligi 330 km/soat, ba'zan esa 400 km/soatgacha yetdi. Yaxshiyamki, Patricia qancha paydo bo'lgan bo'lsa, shunday tezlikda tugadi. Ammo isish tufayli bunday bo'ronlar qirg'oqqa tez-tez hujum qiladi. Lekin bu muammolarning bir qismi xolos. Ular yer atmosferasida ortiqcha issiqlikni keltirib chiqaradi.